Demak, dasturimiz jonli efirda davom etadi. Mana hozirning o'zida guvohi bo'lganingizdek, har bir efirimiz uchun katta ijodiy jamoa mehnat qiladi. To'g'ri aytasiz, haqiqatdan ham 60 daqiqa vaqt bu juda hayajonli daqiqalar. Buni ham albatta inobatga olish kerak. Barchamiz hayajonlanamiz. Nafaqat biz boshlovchilar, balki kadr ortidagi ijodiy jamoa ham. Albatta, mana shu ijodiy jamoamizning har bir a'zosining o'z vazifasi bor. O'z vazifasi bor bo'lgan mutaxassislar birlashib esa go'yoki bir kimyoviy holatni amalga oshirgandek bo'lishadi va portlash tariqasida deyishimiz mumkin. Qaysidir ta'birda biz efirni sizning e'tiboringizga havola etamiz. Sadiya, kimyo faniga murojaat qilgan ekanmiz. Siz o'zi yoshligingizda yoki maktab davrida kimyo fanini yaxshi ko'rganmisiz? O'z vaqtida qo'rqmagan yoki sizni qaysidir ma'noda oshiqqa aylantira olgan o'qituvchingiz bo'lganmi? To'g'risini aytsam, menimcha kimyo fani murakkab fanlardan biri va nazarimda bu fanni yaxshi ko'radiganlar u qadar ko'p emas, lekin meni yodimda juda yaxshi ko'rganman, sababi o'qituvchim juda zo'r bo'lgan. Darslarni shu hayotga bog'lab, molekulalarni ertak qilib tushuntirib beradigan ustozim hamon yodimda. Bu fan oddiy reaksiyalar emas, balki hayotning har bir daqiqasida yashirin ravishda ishtirok etuvchi sehrli olam desak ham bo'ladi. To'g'ri aytasiz, kimyo bu nafas olayotgan havoyimizdan tortib, ichayotgan suvimiz va umuman borliqdagi barcha narsalarning asosini o'rganuvchi kattagina fandir va aynan shu fan sabab biz ko'plab hodisa va holatlarning sababini bila olishimiz mumkin bo'ladi. Bu lavhada nafaqat bir insonning o'quvchilarga ilm o'rgatishdagi mehrini, balki kimyo fanidagi zamonaviy yondashuvlar, yangiliklar haqida ham bilib olasiz. Lavhani bizning muxbirimiz Monika Qurbonova tayyorlagan. Hozir birgalikda mirqat tomosha qilamiz. Marhamat. Hozir men kashf etgan mashinani amalda sinab ko'ramiz. Siz tarixiy voqeani shohidi bo'lasiz. Kimyo bu formulalar emas, bu hayotning o'zidir. Bu yerda atomlar gapiradi, reaksiyalar esa kulib borishi mumkin. Biz oddiy ustoz haqida emas, balki mana shu kimyoni his qiladigan ustoz haqida so'z yuritamiz. Yuminol moddasini aks etlanish tajribasini qilamiz. Kimyo fani shunday fanki, bunga agar bir qiziqsangiz ichidan chiqib ketish juda ham qiyin. Ya'ni bizda har doim yangilikka intilish bor, har doim yangi savollar bor. Umuman o'quvchilarni o'ziga o'rgatishdan ham bir zavq olasiz. Aynan shuning uchun ham mana shu o'qituvchilik kasbiga yo'naldim deb o'ylayman. Formulalarni yodlash mumkin, ammo ilmni his qilish bu san'at. Atomlar tilida so'zlaydigan ustoz bor ekan, kimyo fani doimo hayotda yashaydi. O'quvchilar har bir mavzuni shunchaki eshitishmaydi, ko'rib, tajribada his qilishadi, xuddi hozirgidek. Kimyo tajribamizni boshlaymiz. Demak, bu tutovchi kolba deb aytiladi. Ya'ni mana shu kolbadan oppoq bo'lib tutun chiqadi. Prezidentimizda shuning qarori chiqqan, ya'ni O'zbekiston mintaqasida tabiiy fanlarni rivojlantirish to'g'risida kimyo va biologiya fanlarining rivojida O'zbekistonda ma'lum bir o'zimizni hissamizni qo'shamiz degan maqsadda atom o'quv markazini tashkillashtirganmiz. Atom o'zi kichkina zarracha bo'lsa ham, lekin o'zida juda katta miqdorda energiyani saqlaydi. Shuning uchun ham bizning o'quv markazimiz ham o'zi kichik bo'lsa ham, lekin bizning markazimizning ichida juda ham katta miqdorda energiya bor. Bu sinfxonada kimyo fani hayotning bir qismi. Bu yerda har bir reaksiya ortida orzu, har bir formula ortida ustoz qalbi yotadi. Dars mashg'ulotlarida o'quvchilar tadqiqotchi, har bir dars kichik kashfiyot. Ustoz 7 yildan buyon kimyoni boshqacha o'rgatmoqda. Natija bo'lsa, aytishga arzigulik. Boshida men
kimyo faniga unchalik qiziqmagan bo'lsam, hozirda kimyo fanida ustozimning qiziqarli tajribalari, dars mashg'ulotlarini amaliyga o'tkazganlarimiz bu fanni chuqurroq o'rganishimga sababchi bo'ldi. Men kelajakda shifokor bo'lmoqchiman. Hozirgi kunda men kimyo fanidan 100% sertifikat olishga erishdim. Ustoz kimyoni boshqacha ko'radi. U fanga ruh bag'ishlagan inson va uning har bir shogirdi bu mamlakatning ilmli kelajagi. U ilmni, kimyoni sevdi. Endi kimyo uning shogirdlari orqali yanada gullab yashnayapti. Ilm yo'lida fidoyi ustoz bor ekan, kelajak shubhasiz nurli. Kimyo amaliy fan, faqat qog'oz, daftar, ruchka shunaqa bo'lib ketadi, lekin o'z aslida kimyoda ko'proq tajribalarga yo'nalishimiz kerak. Chunki agar ko'proq tajribalar bo'lsa, o'quvchilarning kimyoga qiziqishi ortadi. Tabiiyki, unga boshqa motivatsiya ham shart emas. Fanga asosiy mehrini uyg'otib bilsak, keyin o'quvchini o'zi asta-sekin u yog'idan tortib ketadi. Hozirgi kungacha o'quvchilarimizning orasida milliy sertifikat imtihonlaridan 100% natijalarni ko'rsatganlari juda ham ko'p. Bu natijalar bizning izlanishimiz va mehnatimiz besamar ketmayotganligidan dalolat beradi. Men yoshlarga nafaqat ta'lim, balki kimyoga mehr uyg'otayotganimdan faxrlanaman. Mana kuzatayotganingizdek, bu yerda reaksiyalar oddiy emas, balki mana shunday hayratlanarli tarzda olib borilmoqda. Bu esa yoshlarimizga ilhom va kelajak ham bag'ishlayapti. Umuman olganda bitta kashfiyotlar ham mana shunday chaqnashlardan boshlanadi.